ota-onangdan bittalari yo onang yo otang yoki ikkalovlari qarib qolganda, bu yerda Alloh ulug' yoshga kirganini olib kelyapti. Ota-onang qarib, sen baquvvat bo'lib topadigan, tutadigan, xizmatga yaraydigan bo'lganingda otangmi, onangmi yo ikkalovimi bu ham bir baxtdi. Buni har kimga nasib qilavermaydi Alloh. Uyingizda oyingiz qarib o'tiribdi. Adaysiz qarib, bolam nima olib kelarkin, qandoq ko'chadan kirib kelarkin, bolam choyimni ichkizib qo'yarmikin, bolam tegimni tozalab qo'yarmikin, bolajonim qachon kelarkin, ana. Qarib qolganda Alloh sizni shunday yoshga yetkazib, ularni shu yosh berib, sizni mana shunday bir baxtga musharraf etganda, fala taqul lahuma uff, ularga uff dema. Alloh. Uff dema. Uffda 3 ta ma'no bor. Uff deyishlikda 3 ta ma'no bor. Bir narsadan zeriksangiz uff deydi. Zerikkanda uff. Charchaganda ham uff deysiz. Bitta yukimni tashlab uff charchab ketdim deysiz. Charchaganda ufflanadi, zerikkanda ufflanadi, badbo'y hid kelganda ufflanadi. Uff deysiz. Otang qarib qolgan bo'lsa, ota-onang, sen ularni oldida uf devursang, biz qarib bolamizni zeriktirib qo'ydikmikin? Bolam bizni deb ko'chaga chiqolmayapti, o'ynolmayapti, ulpatlariga borolmayapti. Biza qarib bolamizni zeriktirib qo'ydik degan narsa ko'ngillariga keladi. Men seni gunohkor qilaman banda. Ota-ona. Yoki charchab qoldimikin bolam, meni qarayman deb, boqaman deb, bolam charchavotdi degan narsa ko'ngillariga keladi. Yoki bu ham bir baxt. Otangizni Alloh sinayapti yo onangizni sinayapti. Hech kim oxiri nima bo'lishini bilmaydi, birodarlar. Tuvak tutayotganingda otangga yo maylin onangga hid burningga kelib qolganda abdingni burishtirib demaginki, dillari ozor topib, uyalib hijolat bo'ladi. Chida inson o'zing shundoq bo'lgansan, onajoning bag'riga olib tozalab, xursand bo'lib katta qilgan seni. Alloh taolo seni sinayapti.